Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz sanoat robotlarini ishlab chiqarish imkoniyatlari haqida gaplashib o'tamiz. Reja. Birinchisi, sanoat roboti tuzilishi, ishlashi va vazifasi. Ikkinchi reja, sanoat robotlari turlari. Uchinchi rejamiz, sanoat roboti kuch koordinatalar turlari. To'rtinchi rejamiz, sanoat robotlari yuritmalari. Sanoat robotining tuzilishi, ishlashi va vazifasi. Robot nima? Oddiy qilib aytganda, robot chex tilidan rabota majburiy mehnat, bu insonning jismoniy va aqliy faoliyati bilan bog'liq operatsiyalarni bajarish mumkin bo'lgan kibernetik tizim. Robot tarkibida mexanik tuzilmani boshqaruvchi, shuningdek, robotni tashqi muhit bilan bog'laydigan dasturlashtirilgan boshqaruv tizimi kiradi. Robot va unga tegishli tushunchalarning aniqroq ta'rifi. Robot bu ikki yoki undan ortiq o'qlar bo'ylab dasturlash mumkin bo'lgan ma'lum darajadagi avtonomiyaga ega, ish muhitida harakatlanadigan va vazifani bajaradigan harakatlanuvchi mexanizm. Bu yerda avtonomiya bu mahsulotning hozirgi holati va inson aralashuvisiz ma'lumotlarni o'qish xususiyatlariga asoslangan holda vazifalarni maqsadga muvofiq ravishda bajarish qobiliyatidir. Va nihoyat, kengroq ma'noda zamonaviy robot bu atrofdagi dunyoni sensor yordamida idrok etadigan, ma'lum bir dasturni amalga oshirish uchun xulq-atvor modellarni yaratadigan va jismoniy dunyoga u yoki bu tarzda ta'sir o'tkazishga qodir bo'lgan dasturlashtirilgan harakatlarni amalga oshiruvchi mexanizmdir. Robotlashtirishning qisqacha tarixi haqida aytib o'tadigan bo'lsam, so'nggi 100 yil ichida robotlar nafaqat rivojlanib, balki bizning kundalik hayotimizning bir qismiga aylandi. Robot so'zi 1920-yilda Karl Chapekning Sun'iy odamlar haqidagi pyesasi nashr etilgandan so'ng qo'llanila boshlandi va bu juda ramziy ma'noga ega, chunki shovulayotgan 20-yillar iqtisodiy o'sish va fan va texnikada yangi kashfiyotlar davri hisoblanadi. Keyingi 10 yillarda kibernetika, mexatronika, informatika, elektronika, mexanika kabi turli xil fanlar bo'yicha ajoyib kashfiyotlar amalga oshirildi va robototexnika ularga asoslanadi. 20-asrning 30-yillariga kelib, eng oddiy iboralarni harakatga keltiradigan va talaffuz qila oladigan birinchi androidlar paydo bo'ldi. Dastlabki boshqariladigan manipulyator mexanizmlari 1930-yillarda AQShda ishlab chiqarilgan. Henry Fordning avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyasini yaratish bo'yicha ishi turtki bo'ldi. 1930-1940-yillarning boshlarida SSRda qismlarni qayta ishlash uchun avtomatik liniyalar paydo bo'ldi va 1940-yillarning oxirida dunyoda birinchi marta barcha jarayonlarni avtomatlashtirish bilan traktor dvigatellari uchun piston ishlab chiqarildi. Xom ashyoni yuklashdan tayyor mahsulotni qadoqlashgacha. 1950-yilda Turing Computation Machine and Intelligence da mashinaning o'ylash xususiyatini aniqlash usulini tavsiflanadi. 1950-yillarda operator qo'llarining harakatlanishi nusxa ko'chiradigan va radioaktiv materiallar bilan ishlay oladigan birinchi mexanik manipulyator paydo bo'ldi. Sanoat robotlari turlari. Uch avlod robotlari 1960-yillarda sanoat tomonidan o'zlashtirilgan birinchi avlod robotlari qat'iyan dastur asosida ishladilar. O'zgaruvchan ishlab chiqarish sharoitlariga va tashqi muhitga moslasha olmadilar va kirish joylarida ular saqlash moslamasiga yo'naltirilgan qismlarni tartib bilan joylashtirishni talab qildilar. Verteston va Unimate ba'zi dastlabki sanoat robotlari hanuzgacha ishlamoqda. Ular 100 ming ish soati chegarasini yengib o'tishdi.
Ikkinchi avlod robotlari moslashuvchan dasturda ishlaydi va murakkab ishlab chiqarish vazifalarida, masalan, aniq mahsulotlarni yig'ishda ishlatiladi. Bu robotlar juda aniq bo'lish uchun mo'ljallangan. Bunday robotlarda vaziyat harakat tamoyili bo'yicha ishlashni ta'minlaydigan va ishlab chiqarish jarayonining borishiga qarab optimal ishlash algoritmini tanlashga qodir bo'lgan rivojlangan sensor apparati mavjud. Uchinchi avlod robotlari allaqachon eng so'nggi moslashtirish vositalari bilan jihozlangan, birlashtirilgan yoki aqlli tizimlardir. Ular sun'iy aqlning muhim elementi bo'lib, o'z-o'zini o'rganish va naqshni tanib olish qobiliyatiga ega. Sun'iy idrok rivojlanishi bilan robotlar tashqi muhitni simulyatsiya qilish, ishlab chiqarish muhitini tahlil qilish, qaror qabul qilish va o'z harakatlarini rejalashtirishga qodir. Robotlarning tasnifi. Umumiy dastur maydoniga qarab, robotlarni sanoat va xizmat ko'rsatish robotlariga bo'lish mumkin. Bugungi kunda dunyoda sanoat robotlari ko'plab, ammo xizmat ko'rsatish maydoni juda katta tezlikda o'sib bormoqda. Sanoat roboti nima? Sanoat robotlari manipulyatordan, shu jumladan aktuatorlardan, o'quv konsolidan, apparat yoki dasturiy ta'minot bilan aloqa interfeysi va boshqaruvchidan iborat. Robot qo'li avtomatlashtirish vazifasiga qarab 3 yoki undan ortiq harakat darajasida dasturlanishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, sanoat robototexnika ishlab chiqarish jarayonining asosiy va yordamchi operatsiyalarini inson aralashuvisiz bajarishga mo'ljallangan. Bugungi kunda 2 millionga yaqin robot ishlab chiqarishda ishtirok etmoqda. Amalga oshirilgan operatsiyalarning mohiyati bo'yicha sanoat robotlari quyidagilarga bo'linadi. Texnologik, yordamchi, universal. Birinchisi, texnologik asosiy operatsiyalarni bajarish, ishlov berish, yig'ish, payvandlash, bo'yash. Yordamchi asosiy texnologik uskunalarga xizmat ko'rsatish uchun ishlatilinadi. O'rnatish, bo'shliqlarni olib tashlash, tashish, saqlash va boshqa operatsiyalar. Universal dastlabki ikki guruhning xususiyatlarini birlashtirish demakdir. Sanoat robotlari bu materiallar, ehtiyot qismlar va asboblarni ko'chirish, ishlab chiqish va ishlab chiqarish muhitida bir qator rejalashtirilgan vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan manipulyatorlar. Ushbu turdagi robotlar sanoatni qayta rejalashtirmoqda, chunki ular xavfli va takrorlanadigan ishlarni yuqori mahsuldorlikda va xatosiz bajarishga imkon beradi. Shuning uchun ularni har xil fabrikalardan topish tobora keng tarqalgan. Ushbu robotlarning aksariyati boshqalarni payvandlash, materiallar bilan ishlash va dasturlarni yig'ish uchun ishlatiladi. Sanoat robotlari o'qlari material konvertining kattaligi, tuzilish turi, tezligi va foydali yuk hajmi bo'yicha guruhlanadi. Sanoat robotlari odatda payvandlash, material bilan ishlov berish, bo'yash va boshqa vazifalar kabi har qanday sanoatlashtirilgan dasturlarda ishlatilinadi. Bo'g'inli mexanik qo'llaridir. Ushbu tasnif o'z-o'zini boshqaradigan transport vositalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi robotlarda dasturlashtirilishi va boshqarilishi mumkin bo'lgan boshqaruvchisi mavjud. Bundan tashqari, u dasturlashtirilgan harakatlar va harakatlarni amalga oshiradigan robotdan tashqari. Sanoat roboti dastur davomida boshqariladigan qurilma bo'lib, maxsus tayyorlash jarayonida asosiy texnologik operatsiyalarni, bu detallarni yig'ish, bo'yash, payvandlash, nazorat qilish va o'lchashlarni hamda yordamchi operatsiyalar, stanokka o'rnatish, tayyor mahsulotni stanokdan olish, detallarni ortish, tashish va boshqalarni insonga o'xshab avtomatik ravishda bajarish. Sanoat robotlari 3 turga ajralishi mumkin. Birinchisi odam, operator boshqaradigan robotlar. Ikkinchisi qat'iy dastur bilan ishlaydigan robotlar. Uchinchisi odam ishtiroksiz o'z aqli bilan ishlaydigan sun'iy intellektli robotlar. Hurmatli talabalar, bugungi qisqacha mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.